Mayli. Bizni yosh obunachilar Hasan Himmatov deb baqiryapti. Biz videolarimizni ko'rishamiz deyman. Do'stlar, basseynimiz tayyor. Maza qilib cho'miladigan joy bo'libdi, lekin juda ham zo'r issiq kunlarda suvlar to'libdi. Endi ustakalarimiz oson bo'ladi ishlashiga, rasvor qorishiga ham. Bugundan ishlar boshlandi do'stlar. Va nihoyat 3-4 kun, 5 kunlar bo'ldi shkatorkaga usta qidirib. Rosa shu usta topish muammo bo'ldi. Kecha nishonda ustalar gaplashdik. Ular bugun telefonni ko'tarmadi, kelmadi ham. Kelishdik. Va nihoyat mana shu mahallani ustalari yana gaplashdik. Ustakalarimiz kelishgan, bugundan shkatorka ishlarini boshlab yuborishgan do'stlar. Sementlar keldi. Qancha keldi? 1 tonna keldi. 1 tonna sement keldi. Hozir yana 1 tonna keladi. 2 tonna bugun sement bu yoqqa ishlatiladi. Yetmasa yana olib kelaveramiz. Hozir 500 ta g'ish aytdik keyin do'stlar, 500 ta. Yon tomonda ochiq joy bor edi. Ko'rsatib o'taylik. Yon tomonda ochiq joy qolgan, g'ish yetmay qolgan shu yoqqa. Bu yoq yopib yuboriladi. Undan keyin hojatxona. Endi dushga shlaka blok ishlatsak ham hojatxonaga qolganini hojatxonaning bir tomoniga terib yuboriladi. Shunaqa gaplar. Ustakalarimiz ish boshlab yuborishgan, eshik derazalar qo'yilgan, chiroyli bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tinchmi? Assalomu alaykum. Hormang. Charchamayapsizmi? Mana do'stlar, shkatorka ishlari ham boshlanib ketdi bu yoqda. Jilka bilan montajlar bo'lgan. Montajlar tayyor. Faqat analar qolgan. Avtomatlar, kulchatlar qolgan. Ularni endi shkatorkadan keyin chaqiramiz, akalarimiz bir kunda qo'yib berib ketishadi. Shkatorka ishlari boshlandi, xudo xolasa do'stlar. Akalarimiz endi tezlashtirib 3-4 kunda tugatib tashlasa kerak, ha? Siz ham shu mahalladamisiz? Endi uy yana ham chiroyli bo'lib ochilib boraveradi. Opamiz bu yoqda ob'ekt tayyorlayapti. Ichkari tomondan boshlashib ustalar. Ichkari bo'lgandan keyin tashqariga o'tishadi, ichkari ungacha quraveradi. Ichkarini shkatorkadan keyin nima qilamiz aziz do'stlar? Maslahatlashib qilganimiz yaxshi kommentariyada yozib qoldiringlar. Shkatorkadan keyin shuni ranglaymizmi yoki shpakilovka qilib, tekis qilib chiqarib keyin ranglaymizmi? Shpakilovka qilsak, lekin juda chiroyli, haqiqatan ideal darajadagi uy bo'ladi. Tashqari tomonini keyin nima qilamiz? O'ylayotganim shu hozir travertinlar bor-ku, bo'yaladigan. Shunaqa qilib oppoqmi, sariqmi qilib chiroyli qilib travertin qilsak, juda ham uyimiz chiroyli bo'lardi. Fikrlarni kommentariyada yozib boraveringlar. Montaj ham juda zo'r bo'lgan, yevro montaj bo'lgan. Tashqari tomonda hammasi yig'ilgan joyda o'sha yerda shit qo'yiladi. Hamma avtomatli tashqarida bo'ladi. Har bitta kulchatir rozetkalarniki avtomat отдельно bo'lyapti. Ertaga tok kuchli qilib ketsa, tok pechka nimadir kondisioner qo'yish mumkin keyinchalik. Shunaqa paytlarda tashlasa ham bitta avtomat tashlaydi. Qolgan joylarda tok bo'ladi, ishlab turadi. Xullas ishlarimiz avjida ketyapti. Layklarni bosamiz do'stlar. Kel bu yoqqa. Boyadan beri Hasan Himmatov deb baqiradi shu bachcha. Qalaysan? Zo'rmisan? Ha, zo'r. Nima deb baqiryapsizlar? Hasan Himmatovga deb baqirdim. Videolar ko'ryapsanmi? Ha. Ha, like bosyapsanmi? Salom deb qo'y obunachilarga. Assalomu alaykum. Bugun chiqasan videoga. Ha? Chiqasanmi? Ha. Gap, necha yoshsan? 7 yosh. Isming nima? Humoyun. Humoyun.
Humoyun uchun like bosib qo'yinglar do'stlar. Bugun o'zini o'zi ko'radi YouTube'da. Ha? YouTube'imiz yo'qda. Yo'qmi? Nimadan ko'ryapsizlar? Telefonda bo'lamiz. Telefonda bo'ladi-da YouTube. Ey gap. Hashara kelib turinglar, maylimi? Hop. Bo'pti, Sarvar aka. Ana bizni yosh obunachilardan, ashaddiy obunachilardan nima deyman bular. Shu mahallani bolalari endi Alinur bu yoqqa kelsa, Alinur bilan oshna bo'lib o'ynashadi-da keyin. Yosh bolalar ko'p ekan o'zi. Bular o'zi yangi mahallalardan. Bo'pti. Xullas, ketdik endi opani oldiga boramiz. Opamizni oldiga keldik. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib, bizga yordam qilib turganlaringiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham xursandman. Ishlar ham boshlanib ketdi bugun. Ishlar ham boshlanib ketdi. Endi juda chiroyli boshlanadi uy. Ha, Ovqat boshlayapsizmi? ovqatni boshlardik. Ovqat endi. Osh bo'lsa bilan. Ishlayapmiz. Te ochuvring. Sir bo'lib qolsin. Sir bo'lib qolsa ham bo'laveradi. Endi hali makaronlar solindi buni. Endi solindi, ha. Ha. Alinur yotibdimi? Televizor ko'rib. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Shikatorga ishlar boshlandi. Bu yog'iga like'larni bosib kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa 4-5 kunda shikatorga ishlari bitadi. Keyin remontiga o'tamiz. Keyin yana ustalar gaplashib, iloji bo'lsa tezroq hovli devor fundamentini quyib, hovli devorni ham ko'tarib o'rishimiz kerak. Dush, tualet, shunaqa narsalarni. Keyin bitta opamiz boya telefon qilib qoldi G'uzordan ekan. Shu bitta xonasini razmerini ayting dedi, bitta gilam olib beraman dedi. Endi hozir razmerini o'lchab aytamiz. Bitta xonaga gilam taxt do'stlar. Qolganiga ham yordam qilmoqchi bo'lganlar, o'sha ulgurib qolinglar. Bitta koridor bilan bitta xonaga gilam olishimiz kerak. Parda xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Navoiyda opamiz tikib beryaptilar. Xullas bu yog'iga harakat qilaveramiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab yordam qilib turinglar. Qo'ldan kelgancha kim nima yordam qila olsa do'stlar. Videolarimiz davom etadi. Tilagim boshida duo qilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabbar bilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Tilagim boshida duo qilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabbar bilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i, g'amlar kelaverar yo'qdir adog'i. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin.
o'zi ham ota, ham o'zi ona. Bir o'zi bo'linar ikki tomona. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Farzandlar ulug'ayar kun bora-bora. Farzand o'zi bilan o'zi ovora. Yolg'iz o'tiradi ona bechora. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yo'qlab o'tar bo'lsa bir yaxshi inson, boshiga yog'ilar ming xil bo'xton. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Mevalara qiyoslab hech qolmadi kandasi. Mevalara qiyoslab qolmadi hech kandasi. Ayollarim Xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayollarim Xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Adab ikromli o'zi, boldan shirin har so'zi. Adab ikromli o'zi, boldan shirin har so'zi. Azar bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi. Azar bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Jannat oyog'ingizni ostidadir bilsangiz, baxtimizni hamisha sog' salomat yursangiz. Uyimiz kundan kunga chiroy ochib boryapti aziz do'stlar. Bugungi ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ustakalarimiz ketishdi. Bugun ishlar sal kechroq boshlandi, chunki shkatorka sement sal kechroq keldi o'shani yoziga.
kamroq bo'ldi ish, lekin ertaga ertalabdan kelishadi ustalar, shu mahallani o'zidanligi shunisi qilib bu xonani bitib bu ayvonga chiqamiz deyishyapti. Mana do'stlar, shuncha joyga o'tib tashlashdi. Asosiy tepa bo'lgandan keyin past juda tezlik bilan ketadi. Tepani shundoq birinchi qilib olishadi, keyin pastni 2 soatda o'zi o'tib tashlashadi. Shkatorka juda tekis chiqyapti. Ustalarga qayta tayinladik. Tekis chiqish kerak, chunki shpakilovka bo'ladi. Shunda hech narsa bilinmasligi kerak. Juda tekis chiqish kerak dedik, shuning uchun ustalar bo'ldi dedi, ko'nglingizdagidek cho'tka qilib beramiz deyishdi va juda ham tekis chiqyapti do'stlar. Xudo xolasa ertaga bu xonamiz bo'ladi, bitadi. Ayvonga o'tamiz. O'zi ertadan keyin u mehmonxonaga o'tsak kerak. Keyin tashqari tomonga o'tamiz do'stlar. Ishlarimiz avjida, qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat va do'stlar, moddiy tomonlama yordam qilib turasizlar. Bu yoqqa yana boshqa usta gaplashib, ishni tezlashtirmoqchimiz. Fundament quyib, shlaka bloklarni termoqchimiz do'stlar. Shuning uchun shlaka blokka, sementga yordam berib turmoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'llab-quvvatlab yordam qilib turinglar. O'zbekiston kartalari bor, opamiz kartalari va undan tashqari Rossiyadagilar uchun VTB bank qo'yilgan. O'sha telefon nomeriga tersanglar, VTB bank chiqadi. Bemalol yordam qilsanglar bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa sementlarni, shlaka bloklarni tushiraveramiz. Bu yoqqa hovli devorga endi anchagina shlaka blok ketadi do'stlar. Hovli devorni o'rab olgandan keyin tualetni, dushni joyi aniq bo'ladi va hovuzni ham joyini aniqlab, hovuzlarni ham tezlashtirib, usta chaqirib, bu yoqqa bitirib ketaverishimiz kerak. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab hovuzga yordam bermoqchi bo'lganlar ham yordam qilinglar, bizga aloqaga chiqinglar. Qo'llab-quvvatlab kim nimaga qurbi yetsa, qo'ldan kelgancha yordam qilib turinglar. Iloji boricha tezlashtirib, bitirib opamizga topshiraylik uyni. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar bilan ertangi videoda yana gaplashamiz. Hammaga rahmat.